Mana hozir bo'shatib qo'ymaydi. pivot bo'ldi. Katta. Okey? Yaqinroq. Keladi, uzoq keladi. Shoshilmang. Hozir charchating. Tog'a sizniki uzunroq aka. O'shani aytyapman-da men olaman. Oling, o'zlari ovursinlar. Uzun bo'lsa bo'lizdagi. Diyor, qochsang-chi. Sana Ha, katta u. 5-6 kilo. Ya, sekin torttirsinlar. Ha, katta. 5 kilo. Bor. Ushlagan rasm tushdi-ku. Valla oz kerak. Tot. Bo'l, yana bitta. Ham pasak olib yo'ldan tutdi. G'amlisini olib. Mast. Bo'l, suv ketdi. Ha, ketdi sekin o'g'ring. Bo'l, keldi. Sizga keladi. Ya, ko'tarma diyor. Ya ko'tardim, kelin qolasin. Zo'r keldi, yana bittasidan harakat qiling. Sal chekkaroqdan olavering. Yo'q, Kevring. Yedi. Yes! Chot 7 kilo ketdi. Okey, chiqib turasiz. Assalomu alaykum, hurmatli baliqchi, ovchi do'stlar. Mana bugun 1-dekabr, xudo xolasa 27-noyabrdan 1-dekabrgacha bo'lgan 3 kunlik natijamizda Sarkisov kanali 30 ga mana bu. Xudo xolasa ov zo'r bo'ldi. Natijalarni ko'rib qolamiz. Ov klass. Ket. Baba, cho'g'ni qaytini olib beringda kit bo'lib. Ya bo'lish yo'q, shu bilan sug'urib olamiz. Bo'l. Qani bismillah. Ketdi. Mana. Bir. Sekin, ehtiyot bo'ling. Mana 3 kilo 300. Mana ikkita. Ne, G'ulom aka. Olib chiqib o'sha tepaga tegib saqlavring. Bo'lganini olaylik biz. Mana. Ya xolasa yana dalchi. Yana bor. O. Kattasi, ha? Qip-qizil sazonlar. G'ulom aka keling. Evet. Okay. Mana yana bitta 3 kilolik. Trafey 5 kilolik. Bitta 2 kilolik. Mana bu trafey mana 5 kilolik. Olasa chotkisi bor. Yo'q. Keling, G'ulom aka. Mana 3 kilolik. Benormal ekan, ha? 3 kilo. Ovimiz zo'r bo'ldi. Endi sadoklar kerakmi? Xudo xolasa sadokda ham 5 tami bor. Sadokda. Sadok. Normalniy bunday. Sadokda ham 5 ta bor. 2 kilo, 2,5 kiloliklarda. Yapsın. Bugün 1-dekabr holatida Sarkisov kanali 30 kanalida mana xudo xolasa ovimiz zo'r bo'ldi. 13 ta natija. Eng kattasi mana xudo xolasa
Trofey 5 kilolik bo'ldi. Chotdi. Ovimiz jo'r. Bularning hammasi yashirmayman, sir emas. Mana shu Fishing Crazy degan bo'ylalarga chiqdi mana. Har xilidan oldik. Rivit, klubnika, asal, barbaris. Mana shu zo'r ishlayapti. Asal, barbaris hammasi ishlayapti почти. Mana shunga oldik. Xudo xolasa kelinglar, ovqilinglar. 1-dekabr holati bo'yicha kutib qolamiz.